Diqqat, bog'chaga boradigan farzandi bor ota-onalarga tezkor xabar. An'anaga aylandimi? Bog'chada bolalar kaltaklanmoqda, tok urish holatlari, tarbiyachilar tomonidan bolalarga qo'pol munosabatlar bo'lmoqda. Barchasini ushbu videorolikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Samarqandda bog'chada yana bolalarga qo'pol munosabatda bo'lishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Payariq tumanidagi maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi tarbiyalanuvchilariga nisbatan qo'pol munosabatda bo'layotganligi aks etgan videorolik tarqaldi. Holat yuzasidan viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, holat tumandagi 44-maktabgacha ta'lim tashkilotida sodir bo'lgani aniqlangan. Ushbu qo'pol munosabatidan so'ng maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi xodimning tashabbusiga ko'ra bekor qilingan, deyiladi xabarda.